Assalomu alaykum hammaga, qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Jonlaring sog'mi? Bugun 2-may o'rtoqlar. Video qilmayotganimiz sababi bor. Ancha bo'ldi video qila olmayapman. Tez kunlarda ko'rsataman yangilikni. Ayni ko'pchiliklar uchun menimcha ma'qul bo'ladigan yangilik bo'ladi inshaalloh. O'rtoqlar, sraz aytib o'taman, maqsadga o'taman. Bizda qurilishda 32 zlotdan budovlaniya ishi, ya'ni bedronka, magazin, ichkari ishlari bo'ladi. Qurilish sohasida bilimi bor, tushunchasi bor odamlar bo'lsa, rus tilini biladigan odamlar bo'lsa, 4 ta odamga bo'sh ish o'rnimiz bor. Soatiga 12 zlotdan bo'ladi ish. Lodz tarafda ishimiz Varshavadan 130-150 km orasi bo'ladi. Xo'p, 12 soatda haftada 6 kun. 32 zlotdan oyligi normalni chiqadi. 260-280 soat ishlasa bo'ladi. Bir oyda bemalol hisobini olaverasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa kelsin. Undan tashqari bizda vakansiya menyu kanal menda hozir yo'q. So'rayotganlar uchun obuna bo'lib qo'yinglar kanalimga. Pastda yozib ham qoldiraman. Polsha vakansiya deb yozsanglar chiqib keladi. Sразу o'tib obuna bo'lib qo'yasiz. Kunlik vakansiyalar o'sha yerda bo'ladi. Kerakli vakansiyalar. Vakansiyalar ko'p. Uzoqda turib so'ravermasdan Varshavaga keling, manzilga keling. Shu yerda ishingizni tanlang, chiqib ketib ishlang. Kutib yotganingiz bilan ish sizni izlab kelmaydi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Telefon raqamini aytib o'taman. +48 lik bilan 780 505 555. Yaxshilikda ko'rishguncha.